21 bab. Ondan yeni osman ve yeni zeminni kördüm. Çünkü burunqi osman ve zemin g'oyib bo'lgan edi. Dengiz mu yo'qolgan edi. Muqaddas shaharning, ya'ni Xudo nozil qilgan yeni Yerusalimning arshdan xuddi o'z yigitiga pardozlanib, hozirlangan qizdek tushayotganligini ko'rdim. Taxtdan ko'tarilgan jaronliq bir ovozning mundaq deganligini angladim. Mana Xudoning makoni insonlarning orasidadir. Xudo ularning orasida yashaydi. Ular Xudoning xalqi bo'ladi. Xudo o'zimi ularning orasida turib, ularning Xudosi bo'ladi. U ularning ko'zlaridagi har bir tomchi yoshlarini ertidi. Endi o'lim asla bo'lmaydi. Ne motam, ne yig'izor, ne qayg'u alam bo'lmaydi. Chunki burunqi olam o'tib ketdi. Bu chaqda taxtda o'tirg'uchi mundaq dedi. Mana hammani yenglayman. U menga yana bularni xotirlab ol. Chunki bu so'zlar ishonchlik va haqdir, dedi. U yana tamam bo'ldi. Bosh va oxir, muqaddam va tamom o'zimdirman. Sug'allarga hayotlik suyuning bulug'idan haqsiz suv beraman. G'alaba qilganlar bularga mirosxo'rlik qiladi. Men ularning Xudosi bo'laman. Ularmu mening farzandlarim bo'ladi. Lekin qo'rqinchoq, e'tiqodsiz, chirik, qotil, zinaxo'r, sehrgar, butparast va yolg'onchilarga kesak, ularning qismati gungurt bilan yongan o't ko'lidir. Mana bu ikkinchi o'limdir. Oxirgi 7 baloyi ofat bilan to'lgan, 7 ichini tutgan 7 farishtadan biri kelib menga "Kel, qo'zg'a, hamro bo'ladigan qizni sana ko'rsatib qo'yay", dedi. Ondan muqaddas ruhning meni o'z ilki elishi bilan farishta meni cho'ng va egiz bir taqqa elib chiqdi. U yerdan menga arshdan Xudo nozil qilgan muqaddas shahar Yerusalimning tushayotganligini ko'rsatdi. Shahar Xudoning ulug'ligi bilan to'lgan bo'lib, uning julosi intayin esil bir go'harning yeshil qosh-toshdek yaltirgan xrustolning julosiga o'xshaydi. Shaharning cho'ng ham egiz sepili va 12 darvozasi bor edi. Her bir darvozni birdan farishta saqlaydi. Her bir darvozning ustiga İsraillarning 12 qabilasidan birining ismi yozilgan edi. Kun chiqishda 3 darvoza, kun petishda 3 darvoza, kungayda 3 darvoza va taskayda 3 darvoza bor edi. Shaharni qo'shab turgan sepilning 12 ultishi bor bo'lib, ularning ustiga qo'zining 12 elchisining ismlari yozilgan edi. Menga gap qilgan farishtaning qo'lida shaharni va shaharning darvozalari bilan sepilini o'lchaydigan bir oltin o'lchgich bor edi. Shahar 4 chaso bo'lib, uzunligi bilan kengligi o'xshash edi. Farishta shaharni o'lchgich bilan o'lchidi. Her bir tarafi 2200 chaqirim keldi. Uzunluğu, kengligi ve egizligi bir-biriga tap-mun tang edi. Farishta sepilni o'lchidi. Sepilning qilinligi u ishlatgan insonlarning o'lchgichi bo'yicha 65 metr keldi. Sepil yeşil qosh-toshdan, shahar aynakdak suzuk sap oltindan bina qilingan edi. Shahar sepilining uli
her xil isil taşlar bilen bezelgen idi. Birinci ultaş, yeşil qaştaş, ikincisi kök yakut, üçüncüsü hekik, dördüncüsü zümrət, beşincisi qızıl hekik, altıncısı qızıl kvarts, yettincisi serik kvarts, sekizincisi renksiz yakut, dokuzuncusu topaz, onuncusu yeşil kvarts, 11'incisi sösün yakut ve 12'incisi sösün kvarts idi. 12 dervaza, 12 mervayit idi. Yani dervazlarının her biri birden mervayittin yasalgan idi. Şehirinin gol yolu eynektek süzük, sap, altından idi. Şehirde hiç kandak ibadetxana kömüdüm. Çünkü hemmigi qadir Perverdigar Xuda ve Koza şehirinin ibadetxanasıdır. Şehirinin yurtılışı üçün quyosh yoki ay hacetsiz bulup, onu Xudoning parlaq nuri yoritib turdi. Koza onun chirig'i boludu. Dünyadaki xalqlar şehirdeki yorug'likda yaşaydı. Dünyanın padşaları şanı şevkitini u yerga elib kelidi. Şehirning darvozalari mangu taqalmay kun bo'yi ochiq turdi. Chunki u yerda sodi kechi bo'lmaydi. Her qaysi xalqlar şanı şevkitini ve izzitini u yerga elib kelidi. U yerga her qandaq napak narsalar ve yirkinishlik ishlarni qiladigan yolg'onchi kishilar kirolmaydi. Faqat nomi qo'zining hayotlik daftarida yozilganlarla kiralaydi.